Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Ali Komissari Michelle Bachelet 8 ayının 25 günü Cenevada axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazib, dunyoning kishilik huquq vaziyati va Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk ishxonasining ishlagan xizmatlarini tonishtirib o'tgan. Shu qatorda dunyoda zulm va zo'ravonlikka uchrayotgan xalqlar haqida to'xtalgan, lekin Xitoyning irqiy qirg'inchilik zulmiga uchrab kelayotgan Uyg'urlarni tilga olmagan. Ammo muxbirlarga degan gapida Uyg'urlarning kishilik huquq ahvoliga oid dokladni e'lon qilishga tirishayotganligini bildirgan. U kishilik huquq ishxonasining har jihatdan doim besimga uchrayotganligini, xodimlarning o'lcham tartib bo'yicha ish qilayotganligini bildirgan va mundaq degan: "Men bu dokladni e'lon qilish qilmaslik besimiga uchrab kelyapman. Lekin men har qanday dokladni besim ostida e'lon qilmayman yoki yo'shirmayman." Uning aytishicha, hozirgacha bu dokladning e'lon qilinmasligi uchun 40 davlatdan maktub kelgan. Solomon Aralining yaqin qo'shnisi va Amerikaning ittifoqdoshi bo'lgan Avstraliyada tarqaladigan ABC xabar to'rida jurnalist Angus Grieg tayyorlagan va taqdim qilgan 4 bo'lum programmasining Tinch okeanni elish, Xitoy puli qanday qilib Solomonni setib oladi nomli bo'limda Xitoyning strategik o'rni muhim bo'lgan Tinch okeandagi bu davlatdagi ta'siri va kontrol qilish doirasi muzokara qilingan. Programmada Xitoyning bu orollarning biri bo'lgan Kolumbangarda dengiz armiya bazasi quradiganligi o'tirg'i qo'yilgan. Yaqinda Xitoy bilan bexatarlik kelishimi imzolagan Solomon taqim orollarining bosh ministri ishxonasi bayonot e'lon qilib, munosabatli xabarlar programmasini tanqid qildi. Xitoy Savdo ministri payshanba kuni bayonot e'lon qilib, Amerikaga qarshi zarur tadbirlarni qo'llanib, Xitoy shirkatlari va organlarining qonunli huquqi va manfaatini qo'g'daydiganligini aytdi. Egilishicha, Amerika Savdo ministrligi 23 avgust uqtirish chiqarib, davlat bexatarligi va Amerikaning diplomatiya manfaatini nazarda tutib, Xitoyning 7 organi eksportini kontrol qilish tizimligiga kirgizadiganligini e'lon qilgan bo'lib, ularning ko'pinchisi Avstraliya olam qatnashi bilan munosabatli organlar ekan. Amerika Tashqi ishlar ministrlari o'zlarining Turkiyada Amerika vizasi iltimos qilgan kishilarning uzun muddat saqlatishining ikki davlat munosabatiga ziyon yetkazishni xohlamaydiganligini va viza iqtidorini oshirish uchun davomli yangilik yaratish yo'llari ustida izlanayotganligini bildirdi. Ma'lum bo'lishicha, Turkiya Tashqi ishlar ministri Mavlud Çavuşoğlu yaqinda Amerika va bir qism g'arb davlatlarining Turkiyadagi nurg'un viza iltimos qiluvchilarni qasddan saqlatayotganligini, bu masalalarda zarur ogohlantirishlarning berilganligini aytgan. Koreya prezidenti Yoon Suk Yeol Shimoliy Koreya oldin zarba berish uchun qurilgan mashg'ulot planini yangilashni buyurdi. Egilishicha, Yoon Suk Yeol tunugun poytaxt Seulda tasdiq qilingan va urush yuz berganda qo'mondonlik vazifasini ustiga oladigan bir harbiy o'rinni ziyorat qilgan. Shimoliy Koreyaning kunsiri kuchayayotgan yadro va boshqariladigan bomba tahdidiga diqqat qilgan Yeol qo'mondonlarga mashg'ulot planini yangilashni buyurgan. Turkloviya sohasidagi g'olliq tadqiqotchilardan biri bo'lgan professor Abduqodir Donuk 74 yoshida olamdan o'tdi. Donuk uzun yil İstanbul Universiteti Adabiyot fakulteti umumiy turk tarixi bo'limining boshlig'i bo'lgan. Ma'lum bo'lishicha, Donuk Turk tarixi jamiyati, Turkiya madaniyat tadqiqot o'rni, Turan madaniyat fondi va Sharq Turkiston fondining a'zosi edi.